E'tiboringizni monitordagi mana shu rasmga qaratmoqchiman. Ozarbayjonlik vazirlardan tortib mamlakatning eng katta kompaniyalarigacha o'zbekistonlik hamkasblar bilan bir davrada. O'zbekiston va Ozarbayjon yetakchilarining ikki mamlakat ishbilarmonlari bilan uchrashuvidan bu foto. Bu gal Ozarbayjon prezidenti butun jamoasi katta delegatsiya bilan Toshkentga keldi. Bu mamlakatimizga nisbatan yuksak hurmat, o'zaro munosabatlarni chuqurlashtirish sari qat'iy xohish, ko'p qirrali hamkorlikning yangi bosqichi, gapning dangali tarixiy voqelik. Aytishim kerak, ikki mamlakat ishbilarmon doiralari vakillari bilan tor doiradagi muloqot mening faoliyatimda ilk bor qayd etilmoqda. Biznes doiralar siyosatning yo'rig'ini juda tez ilg'aydi. Bugun Ozarbayjon va O'zbekiston aloqalaridek eng yaxshi siyosiy munosabatlar dunyoda yo'q. Shu sababli bu bizning tadbirkorlarimizni O'zbekistonga sarmoya kiritishga va hamkorlikda ishlashga undayotgan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Yana bir ahamiyatli holat shundaki, investitsiyalar oqimi ikkala tomondan ham kelyapti. Bu vaziyat ham Ozarbayjon amaliyotida kamdan kam yuz beradi. Bizning holatda esa investitsiyalar parallel yo'nalishda rivojlanadi va tarmoqlar ham ancha kengaymoqda. Bu Ozarbayjon rahbari Ilhom Aliyevning fikrlaridan iqtibos edi. Ozarbayjon bozorida o'zbek kompaniyalari ishtiroki kengayapti. Masalan, mamlakat tarixida ilk bora O'zbekiston paxta to'qimachilik klaster tajribasi asosida loyiha amalga oshirilmoqda. Loyiha haqida batafsil ma'lumotni tadbirkor bilan suhbatdan bilib olasiz. To'qimachilik klasterini qaysi mexanizmlarni biz Ozarbayjondagi loyihalaringizda guvohi bo'lishimiz mumkin? Ozarbayjondagi klaster mexanizmimizda paxta yetishtirishdan boshlab ipiguru, to'quv va mato ishlab chiqarishga bo'lgan jarayon to'liq o'zini ichiga oladi. Loyiha qiymati $54.4 million bo'lib, bunda 1300 dan oshiq ishchi o'rni tashkil qilinadi. Paxta yetishtirish, paxta tolasini ishlab chiqarish loyihasi Emishli rayonida bo'ladi. Ishlab chiqarish jarayoni ipiguru, mato gazlama to'quv ishlab chiqarish va tikuvchilik Mingachevir erkin iqtisodiy zonasida tashkil qilinadi. 2025-yil uchun 2000 gektar paxta ekishga tayyorgarlik ko'rilyapti. 2025-yil may oyida 2000 gektar yerda paxtani ekib bo'lganimizdan keyin paxta zavodi qurilishini boshlaymiz. Birinchi klasterimiz joriy etilganda va vaqt kelib, mana 5-6 yildan keyin o'zbek klasterlari xorijda o'zini loyihalarini, mana shunaqa katta klasterlarni amalga oshiradi desa, men shaxsan o'zim ishonmagan bo'lardim-da. Siz aytayotgan o'sha 5-6 yil avvalgi Navoiy viloyatida klaster birinchi tashkil qilinganda yaxshi esimizda, yaxshi eslaymiz. Bu paytda nafaqat siz shu sohaning ichidagi o'ta tajribali bizni hamkasblarimiz yoki kerak bo'lsa ba'zi bir rahbarlar ham bu prezidentning islohotlariga to'la ishonch bilan qarashmagan edi. Lekin bu qisqa muddatda o'zini ijobiy natijalarini ko'rsatib, mana O'zbekistondan tashqariga boshqa davlatlarda, xususan Ozarbayjonda ham o'z natijasini ko'rsatib turibdi. O'zbekiston paxtachiligiga bu klaster birinchi o'rinda dunyo bozorini ochib berdi. Undan keyin bizni O'zbekiston to'qimachilik sohasidagi sifatni o'ta yuqori darajaga olib chiqdi. To'qimachilik klasteri paxtachilik sohasini nafaqat paxta yetishtirish emasligini ham butun dunyoga ko'rsatib berdi. Faqat xomashyo sotish emas, xomashyodan keyingi qo'shimcha qiymat zanjirini tashkil qilish va 1 kilogramm paxta mahsulotini qandaydir bir $1.5-2 emas, bir necha $10, bir necha o'nlab yuqori qiymatga sotish mumkinligini bizga o'rgatdi. Ozarbayjonda shunaqa katta klaster yo'nalishda loyihamni amalga oshiraman deb tasavvur bo'lganmi? 3 yil, 4 yil oldin bunaqangi bir tushuncha yoki tasavvur bo'lmagan hatto. Tasavvur qiling, O'zbekistondan chiqib, boshqa bir davlatda O'zbekistondagi ortilgan tajribalardan kelib chiqib, bu yerda bir katta bir loyihani boshlash bu albatta katta bir mas'uliyat. 2022-yildagi prezidentimiz Ozarbayjon tashriflarida keyin bizni taklif qilishdi. Biz nimaga xotirjam bu ishga qo'l urdik? Chunki proyektimiz orqasida ikkita davlat rahbari qo'llab-quvvatlab turibdilar. Biz buni to'la his qilib, anglab yetganimizdan keyin biz bu ishga qo'l urdik, qaror qildik. Ozarbayjon tomoni o'zi bu modelga qanday munosabat bildiryapti? Ozarbayjon vazirliklari, mutaxassislar O'zbekiston tajribasiga asoslangan holatdagi
tashkil qilinayotgan paxta to'qimachilik klasterini to'liq qo'llab-quvvatlashyapti. Bir haftadan beri shu Ozarbayjonda emishlikda shu yer tayyorlash jarayonida bir qancha yoshi katta odamlar bilan, o'sha yerlik aholilar bilan suhbat o'tkazishimiz jarayonida afsus bilan shuni eslashyaptiki, 100-120 yil avval ham shu bizga ajratilgan emishlikdagi ekin maydonida paxta yetishtirishgan va paxtani hatto chigitidan ajratilmagan holatda tuyalarga yuklab boshqa davlatlarga sotishgani afsus bilan eslashyapti. Hatto bugungi kunda ham Ozarbayjon o'zini paxta xomashyosini 70%ni eksport qilib sotadigan bo'lsa, bularni aholini xursandchiligi paxta xomashyosini Ozarbayjon xalqini mehnatini natijasini xomashyo sifatida emas, tayyor mahsulot sifatida sotilishligini eshitib, bularni xursandchiligini cheki yo'q. cheki yo'q. Ozarbayjon prezidenti aytdiki, shu vaqtgacha Ozarbayjonga asosan neft-gaz sohasidagi kompaniyalar kelardi, investitsiyasi bilan, loyihasi bilan. Bizning tariximizda, mamlakat tarixida birinchi marta O'zbekiston boshqa yo'nalishlarda loyihalarni amalga oshirish tashabbusini bildiryapti degan fikrlarni ilgari surdi. To'g'risi, buni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Ya'ni o'zbek tadbirkorlari yangi yo'nalishlarda ham bizga qardosh bo'lgan mamlakatda loyihalarni amalga oshirishga kirishganini. Paxtachilikda siz Ozarbayjonning birinchi xorij kompaniyasisizda endi buni olib qarasak. U baribir tarixiy voqea desa ham bo'ladi. Siz aytayotgan ma'lumotlar biz uchun yangilik bo'ldi hozir. Biz buni hali eshitib ulgurmagan edik. Ozarbayjon davlatining prezidenti Ilhom Aliyevni bu fikrlari juda meni bir xursand qildi. G'ururlansa bo'ladigan bir so'z bu. Faqat to'qimachilik sohasida emas, mashinasozlikda va boshqa sohalarda, hatto qurilish materiallarini ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha shirkat ochib ishlarni boshlagan boshqa tadbirkorlar ham juda ko'p. Bular hammasi shu ikki davlat rahbariyatining o'z hamkorlik siyosatlarining natijasi bular hammasi. Ikkita davlat rahbari o'rtasidagi do'stona muloqotni sizlar u yerda his qilyapsizlarmi yoki sizlarga munosabat jihatidan? Ikki davlatni rahbarini o'zaro yaqin munosabatini natijalarini biz to'la his qilib turibmiz. Nafaqat o'zimizni amalga oshirayotgan rejalarimiz, proyektlarimiz bo'yicha buni yaqindagi o'tgan Parijdagi Olimpiadadagi olingan yuqori sportdagi yuqori natijalar ham biz O'zbekistonni yetarli darajada tanitdi. Bizni O'zbekiston vatandoshligimizni bilgan har qanday odam hurmat bilan mehmonxonada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, hamma joyda yaqin munosabatda bo'lishyapti. Aynan Ozarbayjondagi loyihaning amalga oshirilishi O'zbekistonga qanday iqtisodiy naf keltiradi degan savolga ham javob topib ketsak. Biz Ozarbayjonga kelib loyihalarimizni amalga oshirishimiz jarayonida shuni ko'rib tushunib yetdikki, biz bu yerga qanchalik yaqinlashsak, Ozarbayjondagi tadbirkorlar ham bizni O'zbekistonga shunchalik yaqinlashyapti. Mana shuni o'zi bizni O'zbekiston davlatiga manfaatini kattaligini ko'rsatib turibdi. Kechagi Toshkent shahridagi ikkita yangi loyihani ishga tushirilish jarayoni va Qashqadaryoda qurilish materiallarini ishlab chiqarish loyihasini ishga tushirishligi buni isboti desak bo'ladi. Ikki davlatni do'stona mavqedan yana yuqori bir o'ringa chiqqanligini ko'rdik. Agar bu davlatimiz rahbarining bu siyosati bo'lmasa, biz bu yerdagi loyihalarimizni amalga oshirishimiz hech imkonsiz. Nasib qilsa 2025-yilda loyihani ilk natijalari qo'lga kiritilganda ham siz bilan nafaqat Zoom orqali, balki studiyamizda ham tahlillar bilan o'rtoqlashishingizni tilab qolamiz. Ajratilgan vaqt uchun katta rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Rahmat, birgalikda bo'lsin. Rahmat.